Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 29-maydan 4-iyun kuniga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 29-dan 31-maygacha 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 31-maydan 4-iyungacha 15-20 daraja iliq. 29-30-mayda 18-23 daraja iliq. Kunduzi 30-35 daraja iliq. Faqat 30-mayda 33-38 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 30-31-mayda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 29-mayda kechasi 15-20 daraja iliq. 4-iyungacha esa 19-24 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 29-dan 31-maygacha 33-38 daraja iliq bo'ladi. 1-4-iyunda 30-35 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 1-o'yinda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 29-mayda 15-20 daraja iliq. 30-maydan 4-iyungacha 18-23 daraja iliq. Kunduzi 29-mayda va 1-dan 4-iyungacha 30-35 daraja iliq. 30-31-mayda 32-37 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 3-o'yinda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 29-maydan 4-iyungacha kechasi 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 30-31-mayda 35-40 daraja iliqqacha ko'tariladi. 1-dan 4-iyungacha 33-38 daraja iliq bo'ladi. Farg'ona vodiysida, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-dan 3-iyungacha ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 29-dan 31-maygacha va 4-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 29-mayda 15-20 daraja iliq. 30-31-mayda 18-23 daraja iliq. 1-dan 4-iyungacha 16-21 daraja iliq. Kunduzi 29-mayda va 1-dan 4-iyungacha 30-35 daraja iliq. 30-31-mayda 32-37 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-dan 4-iyungacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 29-dan 31-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi 8-13 daraja iliqdan 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 15-20 daraja iliqdan 25-30 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.